Vaqtingizni va sabringizni tejash maqsadida bu videoni bir necha qismlarga bo'lamiz va asosiy qismida propaganda videolariga berilgan fikrlarga nisbatan munosabat. Barcha saviyali va saviyasiz blogerlarga, ustiga o'zimizga ham qisqacha eslatma qilamiz va bu videoda inshaalloh fikr almashish madaniyati va odam unda o'zini qanaqa tutish kerakligi haqida ham aytib o'tamiz. Shuning uchun hammamizga barakallohu fikum foydali bo'ladi. Va albatta har doimgidek bu videoda bildiriladigan fikrlarni isbot, dalil va misollar bilan keltirishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Agar kimdir bu videoda beriladigan fikrlarga qo'shilmasa, noto'g'ri deb o'ylasa, iltimos qilardimki, chiroyli xulq bilan nima uchun bizning fikrlarimiz noto'g'ri ekanligini dalil va faktlar bilan keltirib berishingizni va sizni fikringiz nimaga to'g'ri ekanligini uni ham fakt va dalillar bilan, yana qaytaraman, chiroyli xulq bilan isbotlab javob berishingizni iltimos qilamiz. O'zimga va sizga eslatma. O'zini haqligiga haqiqatdan ishongan odam hech qachon chiroyli xulq chegarasidan chiqishga ehtiyoj sezmaydi. Barakallohu fikum, unda bismillah deb boshlaymiz. Birinchi o'rinda propaganda nomli ko'rsatuvlarimizni chiqarishga nima sababdan ehtiyoj sezganimiz haqida aytib o'tsak. O'zi kerakmidi shu? Kim foyda topdi shundan? Shuncha odamni yomon ko'rsatib qo'yganing qoldi. Va o'zingga ham dushman orttirib olding. Rostdan ham menga kerakmidi? Nima uchun shuncha odamni xalqqa yomon ko'rsatadigan ko'rsatuv qildim? Kerakmidi menga shuncha dushman, haqorat va tahdidlar? Shuni o'zini oldiga borib aytib qo'ysang bo'lmasmidi? Hammaga ovoza qilmasdan, hamma gunoh qiladi-ku, sen gunoh qilmaysanmi? Yaxshi savol, birodar. Va uni javobi quyidagicha. To'ppa-to'g'ri hamma ham gunoh ish qilib qo'yishi mumkin, o'zi bilib yoki bilmagan holda. Lekin gunoh qiladiganlarning bittasi shu yomon ishini qiladi va juda ham afsuslanadi va uni iloji boricha yashirishga harakat qiladi. Boshqasi esa gunoh qiladi, fahsh tarqatadi, odamlarga buni ko'rsatadi, e'lon qiladi va umuman uyalmaydi. Uni bundan ogohlantirsangiz, qaytarsangiz ham bu yo'ldan umuman qolmaydi. Uyatsizlarcha shu ishida davom etadi. Birinchi odamga albatta oldiga sekin borib nasihat qilasiz va gunohini yashirasiz. Ikkinchisining gunohini qanaqa qilib yashirasiz? O'zi shu ishini tarqatishga, ommalashtirishga, ko'proq odamlar ko'rishiga qo'ldan kelganini qilib harakat qilayotgan bo'lsa, ochiqchasiga uyalmasdan ommaga chiqib shunaqa ish qilayotgan odamning ishidan xuddi shunaqa ommaga chiqib ochiqchasiga qaytarish kerak bo'ladi. Bu men Ustozishin Ismoil o'zim to'qib olgan qoida emas. Buni ulamolar aytishgan. Nimaga? Nima sababdan unaqa qilish kerak? Mayli neydi ular mashhur bo'lmasa. Millionlab odamlar ularni ko'rishadi-ku. Odamlar ularga ergashadi-ku. O'ziga namuna qidirib yurgan ta'sirchan yoshlar maktabdagi ustozdan emas, aynan shu millionlab prosmotr va like yig'ayotgan blogerlardan ko'proq ta'sirlanadi-ku. Shu odamlar va yoshlar nimani iste'mol qilayotganini, nimaga ergashyapti, nimadan ta'sirlanayotganini ko'rsatish uchun ommaviy qaytarilish kerak. Chunki targ'ib ham ommaviy qilyapti. Bitta bloger yaqinda aytibdi: "Mani oldimga kelib o'zimga aytsa bo'lardi-ku. Shu 3 ta videodan keyin ham hech narsa bo'lmadi-ku. Oldingizga borib gapirganda nima bo'lardi?" Demak, muammo oldiga borib gapirish yoki hammaga ko'rsatib video qilishda emas, haqqi qabul qilish yoki qilmaslikda ekan. Sizga xatoyingizni qanaqa ko'rinishda bo'lsa ham aytishsa, qabul qilasizmi? Tan ola olasizmi? Xolis bo'la olasizmi? Biz ko'rsatuvda aytganmiz. Agar bizni fikrlarimizni noto'g'ri deb o'ylasangiz, iltimos chiroyli xulq bilan o'z dalillaringizni olib keling va men xato qilgan bo'lsam, xatoyimni tan olishga hali ham tayyorman. Lekin bitta ham bloger bizga hali ham javob bera olmadi. Nima unaqa deyapsiz? Siz javob berishdi-ku, fikr bildirishdi, siz videolaringizga mashhur blogerlar gapirib chiqishdi. Mana hozir shu javoblarni ko'rib chiqamiz va undan keyin nimaga men propaganda ko'rsatuvlariga hali ham javob berishmadi deb aytayotganimning sababini sizga aytaman inshaalloh. Birinchi bo'lib men oxirgi ko'rgan videolarimdan boshlaymiz. Kunduzi degan bloger fikr bildiribdilar. Qisqa videolar haqidagi ko'rsatuvlarda men haqimda ham gapirgan ekanlar. Men Kunduzini bir nechta videolarini ko'rib chiqdim. Ko'plar tanisa kerak-ku, lekin tanimaganlar uchun aytib o'taman. Kunduzi YouTube va Instagramda, ko'proq Alloh alam YouTube'da faoliyat qilar ekanlar. Har xil ijtimoiy mavzularda videolar qilib turar ekanlar. Men ham YouTube va Instagramda kontent qiladigan odam sifatida aytaman. Kontent qilish borasida Kunduzidan o'rganadigan narsalarim juda ko'p ekan. Videograf va kontent qiladigan odam sifatida ayta olaman. Kunduzini bir nechtagina videolarini ko'ribgina anchagina narsa o'rgandim deya olaman. Masalan, kamera bilan gaplashish. Gap bo'lishi mumkin emas, qoylatar ekanlar. Hazillari, xarizma o'zi umuman menimchalik talant bu. Allohdan beriladigan ne'mat bo'lsa kerak, Alloh alam. Butun video davomida videoni oqimini kuzatuvchiga hazm qilishga oson qilib saqlash. Bu ham juda ham qiyin narsa. Men qiynalaman tushunmas narsada. Lekin men o'yladimki, eng kuchli taraflari storytelling, ya'ni ssenariy yozish bo'lsa kerak, Alloh alam. Rosta kasm YouTuber. Allohumma barik.
rostdan xolis aytyapman, mana shu narsalarda mendan ancha oldinda ekanlar deb o'yladim. Ahob nimaga undaman ularni propaganda tarqatayotgan blogerlar bilan birga esga oldim. Chunki birodarlar, gap faqatgina kontentni to'g'ri qilishda emas, balki to'g'ri kontent qilishda. Farqi bor. Kontentni to'g'ri qilish va to'g'ri kontent qilish. Kontentni to'g'ri qilishda hozir aytganimdek Kunduziyning kuchli taraflari ekan. Sifatli, kamera bilan yaxshi gaplashish, xarizma bilan ssenariyni puxta hazm qilishga oson qilib yozish va hokazo. To'g'ri kontent qilish bo'lsa, aytayotgan gaplaringizni to'g'ri yetkazib berish emas. Men o'zim nima deyapman, nimalarni gapiryapman deb so'rash bo'ladi. Odam o'zidan so'rash kerak. Men nima deyapman o'zi? Gaplarimning ta'siri qanaqa bo'ladi? Qilayotgan ishlarimni, ko'rsatayotgan narsalarimning ta'siri qanaqa bo'ladi? Men haqiqatni tarqatyapmanmi o'zi? Men propaganda ko'rsatuvini qilayotganimda Kunduziyning mashhurliklaridan foydalanish uchun videolarni qo'ydimmi? Yoki ular aytganlaridek cherry picking qildimmi? Yoki rostdan ham ular zaharli propaganda tarqatishda o'z hissalarini qo'shdilar va qo'shyaptilar deb o'yladimmi? Hozir tushuntirib o'taman. Chunki o'z videolarida shuni mendan qanaqadir ma'noda so'rayaptilar. Sug'urib ham qo'ymaganman-da ularni. Endi bu videoni ishlashimdan asosiy maqsadni tushuntiraman va bu videoni ishlashim uchun menga turtki bergan yoki g'oya bergan yana bir o'ta zo'r bloger tanishimiz bor, Ustozation. Oldindan disclaimer qilmoqchiman, bu videoim davomida o'zbek blogerlarimiz, hamkasblarimiz, yuristlar, tomoshabinlar va Ustozation haqida gap ochaman, lekin hech qanaqa shaxsiy adovatim yo'q ularga. Ular bilan hech qanaqa konfliktga borish, hayb qilish niyatida ham qilmayapman bu narsani. Ular agar menga ortiqcha mashmasha kerak emas. Xuddi shu gap ortiqcha mashmasha hech kimga kerak emas menimchalik va shaxsiy adovat umuman yo'q. Shunchaki Kunduziy o'z fikrlarini bildirib chiqyaptilar, gapirib chiqyaptilar. Men buni qo'llayman. Gapirib chiqishimiz kerak. Shunchaki men o'zimdan har doim shu narsani talab qilaman va boshqalardan ham xolis bo'lish. Bo'ldi. Boshqa hech narsani kutmayman, talab qilgan xolis bo'lib, muammoga, argumentga xolis qarash va Kunduziy xolis qaraydigan odamlardan bittasi deb hisoblayman inshaalloh. Shunaqa inshaalloh. Bu videoyimga nima turtki berdi degan savollaringizga shunchaki iloji boricha xolis ko'z bilan qarab, alhamdulillah, obyektiv xulosa berib tushuntirmoqchiman. Ustozation uni ijodiga issiq ham, sovuq ham qaramayman. Uni zo'r bloger ham deb hisoblamayman, yomon ham demayman. Omadini bersin, ijodini qilsin. Propaganda degan 3 ta video chiqardi. Umuman olib qaraganda yomon videolar emas. Umuman olib qaraganda okey, u uni fikri, uni qarashi. Qabul qilishimiz kerak. Mayli. Bitta narsani aytib ketay. Propaganda ko'rsatuvlaridagi aytilgan argumentlar o'zi meni fikrim emas. O'zimni fikrimni bildirman. O'sha fikr bo'lib qolmasligi uchun dalil, isbot, ekspertlar bilan intervyu, izlanishlar, shuncha narsani olib keldim. Olib kelish mumkin bo'lgan, Alloh alam, hamma narsani olib keldim. Nima uchun? Bu Ustozation Ismoilni fikri bu bo'lib qolmasligi uchun. Tushuntira olmagan umiddaman. Tipo qo'shilamanmi yo'qmi, ikkinchi darajada qilaversin. To'g'risini aytsam, qo'shilasizmi yo'qmi, u ikkinchi daraja emas. O'sha narsa juda ham muhim narsa, qo'shilasizmi yo'qmi. Indamadim. Hech qanaqa fikr bildirmadim, hech qanaqa xulosa qilmadim, hech narsa. Bu ham endi eslardan chiqib qoldim, Alloh alam, fikr bildirganlar, aytganlar, u bu narsada hech narsa demadim degan, bildirganlar. Bundan keyin inshaalloh uni ham ko'ramiz, lekin eslardan chiqib qoldi. Alloh alam, eslardan chiqib qoldi. Gapirmadim. Lekin bitta videosida zinoga targ'ib qilayotgan yomon iflos blogerlarni videolaridan har xil lavhalar qo'yib ketyapti-da, u yoqda men chiqib keldim. Meni videoyim chiqib keldi. Zinoga targ'ib qilayotgan odamlar orasida meni videoyim. Qizlarni o'rash degan videoyim bor. O'sha videodagi bugun men sizlarga qizlarni o'rashni o'rgataman degan gapimni so'rib qo'yib yuborgan. Iflos blogerlar ro'yxatiga qo'shib. Eng qizig'i, boya aytganimdek, o'sha videoni ichida tushuntirganman. Qizlarni o'rash degan gap qanchalik noto'g'riligi, ayollarning qadriga yetishimiz kerakligi. Ya'ni men u videoyim uchun menimcha umid qilamanki, hech qachon uzr so'rab chiqmayman, chunki u videoda noto'g'ri gap gapirmaganman. Ayollarimizga huquq berilishi kerak. Menda kichkina kommentcha, menimcha deyotganlari menimcha yaxshi belgiki, hali ham ochiqman degan narsa shunaqa, ya'ni
yaxshi tarafini qidirishga harakat qilyapmanki, birodar, yaxshi ichlaridan yaxshi anaqani ko'rishga harakat qilyapmanki, menimcha deganlarini belgisi bu agar rostdan xato qilgan bo'lsa tan olaman degan narsani aytmoqchiman. buyumdek qarash kerak emas degan mavzuni ko'tarib chiqqanman. O'sha ustozation mana shu videoni boshdan oxirigacha ko'rgan bo'lganda balki bunaqa qilmasdi. Ikkala tomonlama ham uni bu qilgan ishi noto'g'ri. Agar oxirigacha ko'rmasdan qilgan bo'lsa, shunchaki ma'lumotni to'liq oxirigacha o'rganmasdan sizni ongingizga kirishga harakat qilyapti. Agar oxirigacha ko'rib turib ham qilgan bo'lsa, u kontekstdan sug'urish, mana shunaqa yovuz yo'llardan foydalanishga o'tgan. Men bu haqida gapirishga haqqim bor, chunki u meni litsoyimdan foydalangan, yuridik jihatdan ham, insoniylik jihatdan ham, YouTube yuridik jihatidan ham har tomonlama bu holatga fikr bildirishga meni haqqim bor. Hech kim men bilan sporlashmasin bu mavzuda. Bitta juda ham Xo'p, yo'q, men ham sporlashmayman. Men o'zim ko'rsatuvning ichida aytganman, fikr bildiringlar deb. Menga bu narsa kerak, o'zim so'raganman, ya'ni fikringlarni. Va agar sizni videoga qo'shmagan bo'lsam ham 100% fikr bildirishga haqqingiz bor. Muammo umuman yo'q. Birinchi bo'lib iflos blogerlar degan joylariga kichkina e'tibor qaratsak, bu yerda kunduzi ozgina mubolag'a qilib gapiryaptilar, ya'ni bo'rttirib, chunki men ko'rsatuvda iflos blogerlar deb aytmaganman va men bu yerda hozir kunduziga qani keltirib bering, shunaqa deganimni ko'rsatingman, iflos blogerlar deganimni deb aytishdan ma'no yo'q, chunki men unaqa demaganman va bu aytganimdek kunduzi shunchaki ozgina bo'rttirib gapiryapti. Buni tushunarli. Lekin keling o'zi o'sha ko'rsatuvni o'sha joyda nima degan ekanman ko'raylik. Nimaga unda xuddi shunaqa muomalani bunaqa faxshiy kontentlarga ham qilmaymiz? U ham bu ham jamiyatni faxshga olib kirib ketmayaptimi? Nikohsiz sevish buyurishlarni oddiy holga aylantirish. Sandirilganlar bizni klipga необычный bir energiyaga to'la qiz bo'lsa yo'q demas edik. Osiyo bozorida qiz qidirib yuribmiz. Buxorodagi qizlar hostilani topib qidirib casting qiladi. hamma og'aynilarimmi qizi bor. Agar meni ham qizim bo'lganda baxtli bo'larmidim. Wow, chiroyli qiz ekanmi? Lekin qosh ko'zlari, lablari atak sevishi berardim. Bugun men sizlarga qizlarni o'rashni o'rgataman. Ha, bo'ldi. Demak, bu yerda gap nikohsiz sevishib yurish va uni oddiy holga aylantirish haqida gap ketayotgan bo'lgan ekan. Ya'ni aynan zino haqida emas. Menimcha, ozgina adashtirib olgan bo'lsalar kerak. O'ylaymanki, shu videolar sababli men ularni nikohsiz sevishib yurishi propaganda qilayotgan, oddiy holga aylantirayotgan blogerlardan bittasi deb o'ylagan bo'lsam kerak. Tan olaman, propaganda ko'rsatuvini qilayotganimda o'shanda hozirgi videolarni to'liq ko'rib chiqmaganman. Balkim yarmini ko'rgandirman, balkim undan ko'proq. Lekin fakt shundaki, 100% to'liq ko'rib chiqmaganman. Lekin menga munosabat bildirib chiqqanlaridan keyin, o'sha videolarni chiqarganlaridan keyin menga odamlar yuborishdi, aytishdi. O'sha videodan keyin qaytdim. Haligi qizlarni o'rash haqidagi videolariga video ichida ham aytganlar, o'rash degan so'z ishlatmaslik kerak deb aytganlar. O'sha videolarga qaytdim va boshqatdan 100% to'liq ko'rib chiqdim. Balkim nimadir o'tkazib yuborgandirman degan umid bilan qaytadan ko'rib chiqqanimdan keyin shunaqa xulosaga keldimki, ular videolarda rostdan ham benikoh sevishib yurishni tarqatayotgan blogerlardan ekanlar. Videolarda ular ayol va erkak orasida sog'lom munosabat qanaqa bo'lish kerak yoki qanaqa qurilish kerakligi haqida aytganlar. Ayollar erkaklarga, erkaklar ayollarga, qo'pol aytganda qanaqa munosabatda bo'lish kerak, ya'ni romantik munosabat ketayotganida yoki boshlanayotganda qanaqa bo'lish kerakligi haqida aytganlar. Lekin afsuski, sog'lom munosabat birinchi o'rinda nikoh ustiga qurilishi yoki nomahramlar bir-biri bilan hech qanaqasiga romantik munosabatda bo'lish mumkin emasligi, musulmon uchun mumkin emas bu narsalar degan joyi bitta ham chiqmadi. Uni o'rniga qanaqa qilib qiz tanlash kerak yoki qanaqa qizni tanlash kerak, qanaqa yigitni tanlash kerak yoki yigit tanlayotganda, qiz tanlayotganda nimalarga e'tibor berish kerak, o'zida nimalarga e'tibor berish kerak. Shunaqa narsalar bo'lgan, ya'ni. Men qidirdim, xolis qidirdim boshidan oxirigacha. Lekin o'zlari ham Alloh alam bilib turibdilar, ko'rgan odam ham bilib turibdi. Bu yerda hozir faqatgina halol nikoh asnosida bo'lgan munosabatlar haqida gap ketmayapti. Sevishib yurish haqida gap ketyapti. Kunduzi birodar, siz Vaynerlarga o'xshab toqqa qizlar bilan chiqish yoki
pizza zakaz qilganga o'xshab qizlarni uyingizga chaqirtirishga o'xshagan narsalarni hazilona vaynlarda olib chiqib mana shunaqa videolar qilmassiz, kontent qilmassiz. Katta rahmat. Lekin sevishib yurish haqida gapirgan, benikoh sevishib yurish haqida gapirilayotgan bo'lgan edi o'sha yerda, o'sha videoning o'sha qismida va o'sha videoda siz rostdan ham o'sha narsani targ'ib qilayotgan, ko'rsatayotgan, ommalashtirayotgan edingiz. Xafa bo'lmang, xolis qarayman deb aytdingiz-ku. Men ham xolis qarashingizni iltimos qilaman. O'zim ham xolis boshqatdan ko'rib chiqib qidirdim, uzr qidirdim, bahona qidirdim, mana shu narsa unaqa bo'lmasin degan. Vallohi qidirdim. Ko'rib chiqdim 3 ta videoingizni. Lekin chiqmadi unaqa joy. Uni aksi ko'p chiqdi lekin. Benikoh sevishib yurish zinoga birinchi olib boradigan biznes klass bilet emasmi? Sizni videolaringizni ko'rib chiqqandan keyin shunaqa xulosaga keldimki, bu bloger qizlar bilan gaplashib yurish benikoh yoki qizlarni yigiti bo'lish va nomahramlar bilan shunaqa romantik munosabatda bo'lishga yomon qaramas ekan va bu narsani targ'ib qilishdan, odamlarga ko'rsatishdan, ommalashtirishdan uyalmas ekan degan xulosaga keldim. Va yaqinda chiqargan friend zone'ga tushib qolmaslik haqidagi 26 minutlik videoingiz ham shuni bildirdi. Ya'ni siz o'shanda ham, hozir ham benikoh sevishib yurishga yomon qaramaysiz va uni ommalashtirishdan uyalmaysiz, birodar. Bilmaganlar uchun aytib o'taman, friend zone bu masalan o'g'il bola bilan qiz bola ikkalasidan bittasi sevishib yurish stadiyasiga o'tmoqchi. Ya'ni o'sha misol uchun qiz bola o'g'il bolaga yoki o'g'il bola qiz bolani o'zini sevgilisi qilmoqchi, lekin ikkinchisi yo'q, sen men shunchaki do'stimsan deb uni friend, ya'ni do'stlar zonasiga tushirib qo'yadi. Sevgilim bo'lmayman, ya'ni men sevishmayman sen bilan, men shunchaki o'rtoq bo'laman sen bilan degan mana shunaqa holatga tushirib qo'yadi. O'sha videolarda, yaqin chiqqan videolarda kunduzi shunaqa holatga tushib qolmasdan sevishish stadiyasiga qanaqa qilib o'tishni sizga o'rgatgan ekanlar. Va endi bu targ'ib bo'lmasa, unda nima targ'ib unda? Targ'ib hech kim qilmas ekan-da unda. Qanaqa targ'ib? U yerda kunduzi etmaganlar-ku, sizlar ham shunaqa qillaring, gaplashuvlaring nomahramlar bilan. Bu odamlar o'zini bilganini qiladi, kunduzi yetganini emas. Siz rostdan ham hozir odamlar shu narsani qilish boshlashi uchun ularga kimdir kelib, shu narsani qilinglar deb aytish shart deb o'ylaysizmi? Shunchaki ular hurmat qiladigan, gapini qabul qiladigan odam bu narsani ularga normal ko'rsatib bersa yoki hatto hurmat qilib yormaydigan odam bo'lsa ham, bu narsani ularga qayta ko'rsatilsa, shuni o'zi yetadi. Ta'sir o'tkazadi. Buni isbotlayverib odam charchab ketdi-ku. 3 ta katta ko'rsatuv qildik. Nahotki ko'zingiz shunchalik ko'r, quloqingiz kar bo'lsa, nahotki shu videolarni o'tkazadigan yoki allaqachon o'tkazib bo'lgan ta'sirini ko'rmayapsizlar. Deymanu, sen o'zing propaganda qilyapsan deyshadi. Sen propaganda haqida video qilib, o'zing propaganda qilyapsan. Odamlar biza propaganda ko'rsatuvida bildirgan pozitsiyamizga eng ko'p bildirgan fikri shu bo'ldi, ya'ni men o'zim propaganda qilayotgan ekanman. Azgina teran fikrlaylik, iltimos, azgina xolis bo'laylik. Eng alam qiladigani bu gapni shu saviyali kontent egalari va ularning muridlaridan eshitasiz. Men shuncha ilmiy dalil, diniy dalil, soha ekspertlar bilan intervyu, statistika, butun dunyo bo'ylab izlanishlarni olib kelib o'z pozitsiyamni isbotlab, dalillar bilan ko'rsatib berib, bir emas 3 ta ko'rsatuv qilsam-da, ular bo'lsa bizga keltirgan bitta ham dalilga murojaat qilmasdan, bitta ham argumentni olib kelinglar. Mana shu argumentni ko'rib chiqinglar. Bor gapmikan yoki cho'pchakmikan? Axir biz haqqi qidiryapmiz-ku demasdan whataboutismga berilib o'tirishibdi. Bilasizlar-ku, hammamizga ma'lum bo'lgan bahs madaniyatida birinchi bo'lib qarama-qarshi taraf pozitsiyasiga rebuttal bildiriladi. Ya'ni uni nimaga nohaqligi isbotlanadi. Shunchaki, yo'q, nohaq deb qo'yilmaydi, isbotlanadi. Keyin o'zi nimaga to'g'ri aytayotganini dalil va isbotlar bilan keltirib beradi. Shunchaki, ayo bu bo'lmagan gap, o'zi propaganda qilyapti. Eshitmaylar. Unaqa bo'lmaydi, birodarlar. Lekin mayli, shu narsani javob deb qabul qilsak ham, men propaganda qilyapman deb aytinglar. Lekin nimani men oddiy holga aylantirishga harakat qilyapman. So'kinib gapirmasdan Allohning zikrini ishlatishimi yoki benikoh sevishib yurmaslikka, ichib chakib yurishi yoshlarga targ'ib qilmaslik, TikTok, Reels'larda butun hayotini o'tkazib yubormasdan ingliz tilini o'rganish, rivojlanish, oilasiga vaqt ajratish, jamiyatga foyda keltiradigan musulmon bo'lishni propaganda qilyapmanmi? Bu men qilayotgan propaganda
o'sha videoda ko'rsatuvimizda aytib o'tilgan Vayner va boshqa blogerlar qilayotgan zaharli propagandaga o'xshab xalqqa yomon, zaharli ta'sir o'tkazyaptimi? Yana qaytarib o'taman. Rostakasim haqiqiy saviyali bahsda fikrlar emas, faktlar to'qnashuvi bo'ladi. Na men aytib o'tgan dalillar ko'tarildi, na qarshi fikr bildirildi. Mana o'shaning uchun propaganda videolariga, ko'rsatuvlarimizga umuman javob berilmadi deb aytdim. Ha, aytgancha bitta ateist odamni propaganda ko'rsatuvlarini tahlil qilganini bizga yuborishdi. Va menga qiziqarli bo'ldi, chunki bu ko'rsatuvlar musulmonlarga yo'naltirilgan edi. Va albatta bu ko'rsatuvlarda aslan haq deb hisoblab ketilgan diniy qarashlar ateist, ya'ni Allohga iymon keltirmagan odam uchun juda ham g'alati tuyulishi tabiiy. Lekin shunda ham diniy taraflarni, diniy joylarni hisobga olmaganda ko'p joyiga bu ateist odam ham qo'shilgan. Ha, to'g'ri aytyapti deb aytyapti. Davom etamiz inshaalloh. Bitta juda ham qo'rqinchli yomon so'z bor. Populist degan. Men buni populizmda ayblagim kelmaydi, chunki bu qaysidir ma'noda haqorat va men bu narsadan uzoqroq bo'lishga harakat qilaman. Lekin bitta bloger videosidan, kontekstdan sug'urib, uni yomon qilib ko'rsatib, o'zini maqsad yo'lida foydalanish u populizmni qurollaridan biri. Va o'sha holati uchun, o'sha holatidan alamim kelib, jahlim chiqib, orqam yonib bu videoni ishlamayman. Bitta bunaqa xato qildi. Bu hali boshlanishi edi. U propaganda degan o'sha. Xo'p, men populistmanmi? Populizm o'zi bu, masalan, men xalqning dardini ko'tarib chiqyapman. Men xalqqa o'ylayapman. Agar meni fikrimga qo'shilsanglar, sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Agar qo'shilmasanglar, demak, butun xalqqa qarshi ekansizlar degan g'oya bilan va uni yordamida va u yo'l bilan xalqni ikkiga bo'lish taktikasi deymizmi? Juda ham qo'pol va qisqa qilib aytganda mana shu narsani populizm deydi. Populizm o'zi lotin tilidan populus so'zidan olingan, bu degani of people, odamlarning degan ma'noni aytadi. Populism, populus, odamlarning, of people. Shuning uchun ham populistlarni ko'pini ko'rasiz, xalqga ko'proq murojaat qiladi. Xalqga murojaat qilib, elita qatlamni o'ziga qanaqadir ma'noda dushman deb e'lon qiladi va shu ikkiga ajratishga harakat qiladi. Kunduzi mana populizm, ya'ni populizmni qurollaridan foydalanishda ayblayaptilar deymanmi yoki mana shunaqa qildi deb aytyaptilar. To'g'risini aytsam, propaganda videolarini qilishdan oldin mani populist deb nomlashsa kerak, shunaqa tamg'a bosishsa kerak degan xayolga borganmanmi? Ha, borganman. Chunki biz rostdan ham butun xalqga tegishli bo'lgan muammoni ko'tarib chiqishga urindik. Va undan keyin qanaqadir ma'noda ko'rgan odamlar, videoni ko'rgan odamlar ikkiga bo'lindi. Va biz qayta-qayta aytganmiz. Propaganda ko'rsatuvlarini biz musulmonlar uchun qildik. Ey birodarlar, men va siz o'z xohishingiz bilan iymon keltirgan dinda mana shu narsa mumkin emas, yomon bu narsa deb birodarlarga siz o'zingiz shu narsaga ishonasiz deb eslatma qilishga vallohu alam sizni standartlaringiz bo'yicha ham 100% haqqim bor. Biz o'zimizning fikrimizni aytmaganmiz, bunday olib qarasiz o'tdi. Men va siz musulmonsiz-ku va boshqa musulmonlar obyektiv haq, ya'ni to'g'ri deb hisoblagan dinni umuman ixtilof bo'lmagan fundamental qoidalardan kelib chiqib gapirganman. Sizchi? Siz nimadan kelib chiqib gapiryapsiz? Sizni fikrlaringizni manbai yoki qarashlaringizni o'zaga qayerda? Sizni moral qarashlaringiz yoki yaxshi va yomonni bir-biridan ajratib beradigan standartingiz nima? Sizga haqni nima belgilab beradi? O'zingizga berishingiz juda ham muhim bo'lgan savol menimchalik musulmon birodarim. Lekin kunduzi tepada aytib o'tilgan sabablar uchun emas, men ularning videolarini bitta qismini propaganda ko'rsatuviga qo'yganim uchun meni populist deb aytibdilar. Populist deb aytibdilar, lekin men kutgan sabablar uchun emas. Eng qizig'i, bizga aynan shu populist degan tamg'a bosilmasligi uchun biz o'z pozitsiyamizni shunaqa bildirdikki, bu shunchaki bizning fikrimiz emas, balki bu hozir sodir bo'lib turgan voqelik va fakt ekanligini isbot, dalil, soha ekspertlari bilan intervyu va butun dunyo bo'ylab izlanishlar bilan keltirib berdik. Masalan, hozir kimdir chiqib, "Ey birodarlar, bu korrupsiya nimadir qilmasak bo'lmaydi-ku. Butun xalq qiynalyapti-ku. Rivojlanmaymiz bunaqada. Korrupsionerlarni jazolash kerak" desa, hamma unga barmog'ini ko'rsatib, "Ha, bu populist ekan, butun xalqqa ikkiga bo'lgisi kelyapti. Men xalqqa dardini olib chiqyapman" deb o'zini o'ylayapti demaymiz-ku, to'g'rimi? Birinchi bo'lib bu aytayotgan gapi bor gapmi? O'zi nima deyapti bu o'zi deb
ozgina fikrlamaymizmi? Bu xuddiki jinoyatchilarning ko'pi kepka kiyadi, o'shaning uchun kepka kiygan bo'lsa bu hoynahoy jinoyatchi degan gapga o'xshaydi. Chunki populistlar aksar holatda men xalqqa dardini olib chiqolman deb o'ziga e'tibor tortadi. Lekin odam rostdan ham xalq dardini olib chiqayotgan bo'lsa-chi? Shu sababli men o'zimni populist deb hisoblamayman. Va kunduzi aytgan sababni esa men aytib o'tdim. Nimaga ularni men propaganda ko'rsatuviga qo'shganimni va ularni qilayotgan targ'iblardan odamlarni ogohlantirishim kerak deb bilganimni. Davom etamiz. Bitta bunaqa xato qildi. Bu hali boshlanishi edi. U propaganda degan o'sha serial videolarning birinchi qismidami meni videoyimni ishlatgan edi va ikkinchimi yoki uchinchi qismida ijtimoiy tarmoqlarning zarari haqida gapirdi. Men mana hozir sizlarga ko'tarib chiqayotgan mavzuni u ham ko'tarib chiqdi. Va u videosidagi juda ham ko'plab fikrlarga qo'shildim. Mehnatiga olqishlayman. Yana bir marta aytaman, men u bloger bilan konfliktga borgim kelmayapti. U blogerning ijodini, mehnatini qadrlayman. Lekin bitta qizuv ish qildi. Ko'chada odamlardan so'rovnoma o'tkazayotdi-da, odamlardan so'rayapti. Internetga kirasizmi? Qanaqa, nima ko'rasiz yo'q? Kimdirlar internet yomon deyapti, ijtimoiy tarmoqlar, Instagram vaqtini behuda sarflaydi. Zo'r odam. Gap yo'q. Kimdir aytayapti, endi onlaynni ko'raman, mobil blogerni ko'raman. Yomon odam, fu. Bittasi chiqyapti-da, aytadi-da. Yo'q, internet faqat yomon videolardan iborat emas. Saviyali, yaxshi, foydali blogerlar ham bor. Masalan, Ustozation. Nima? Bu narsa eng pastkashona, eng g'alati, eng o'zini tomoshabini, o'zini kuzatuvchilariga tupurish va yuziga oyoq qo'yish yo'li. Bu ingliz tilida cherry picking deyiladi. Ya'ni har xil ma'lumotlarning ichidan o'ziga kerakligini olib tomoshabinga berish. Shunchaki mana ko'p har xil narsalar bor edi, mana shuni sizlarga ko'rsatgim keldi. Nahotki so'rovnoma payti mayli meni aytmasin, men saviyali bloger emasman. O'lay agar menga alam qilmadi meni aytmagani uchun. Nega Teacher Azam demadi? Jamshidxon Ziyoxonov demadi. Jamshidxon Ziyoxonov rostdan saviyali, rostdan zo'r bloger-ku. Men u odamga rostdan havas qilaman. Rostdan zo'r bloger. U odam haqida yomon gap gapirmayman. Havasim keladi va men unaqa bo'la olmayman deb qo'rqaman. Nimaga u haqida gapirilmadi? Nimaga umuman boshqa blogerlar haqida gapirilmadi? Ya'ni chiqib ijtimoiy tarmoqlar yomon deyotgan odam ijtimoiy tarmoqlar yomon degan videosida ijtimoiy tarmoqlardagi eng iflosona yo'ldan foydalangan. Cherry pickingdan, kontekstdan sug'urishdan. Ikkita videosida men vahima qilmayman. Shunchaki kirib ko'ring videolarni. O'sha meni videoyimni ishlatgan, adashmasam birinchi qismida, adashmasam ikkinchi yoki uchinchi qismida ikkita alohida video. Mana shu narsalarni ishlatgan. Ijtimoiy tarmoqlar yomon deb turgan odam ijtimoiy tarmoqlarni yo'lidan foydalanib bunaqa narsa qilgan va odamlar unga ham qarshi chalishgan. Bravo aka, gap yo'q deyishgan. Yana bir marta, uchinchi marta aytaman. Meni unga hech qanaqa nafratim yoki adovatim yo'q. Ko'ringlar. Farqi yo'q va umuman olib qaraganda mehnat qilyapti, nimadir harakat qilyapti, lekin iltimos bunaqa yo'l bilan mehnat qilmanglar. Kontekstdan sug'urib, ma'lumotlarni qayishtirib, burishtirib, hali ruschalab aytganda iskajat qilib, noto'g'ri tusga olib kirib, tomoshabinning miyasiga populizm orqali yetkazishga harakat qilmanglar. Ma'lumotga har xil tomonlama qarashni o'rganinglar. Men shu narsani tushuntirmoqchiman, xolos, bo'ldi. Nimaga o'zi shu paytga To'g'risi populizm terminini yaxshi tushunarmikinlar? Ozgina shubhalanib qoldim, lekin cherry picking ham o'zi sal boshqa narsa. Cherry picking misol uchun meni o'zimga foyda keltiradigan pozitsiyamni qo'llab-quvvatlaydigan faktlarni olib va boshqa mavjud bo'lgan faktlarni men yashirsam yoki ignore qilsam, cherry picking bo'ladi. Men o'tda qanaqa qilib cherry picking qilgan bo'lishim mumkin? Birinchidan, bu intervyu olinayotganda men umuman boshqa davlatda bo'lganman. Ikkinchidan, biz shu intervyuni, ko'chadagi odamlardan so'raydigan intervyuni 3 marta olishga majbur bo'ldik. Nimaga? Chunki odamlarning fikri yo'q, odamlar tayinli fikr bildira olmayapti. Vaynerlarni jamiyatga ko'rsatayotgan ta'sir haqida nima deb o'ylaysiz desa, bilmayman, shu endi ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa kerak, endi bilmayman. Yo'q, odamlar o'ziga bog'liq manchalik. Endi shu ijod qilishyapti-da, endi bilmadim men. Mana shunaqa fikrlarda faqat. Vallohi men operator birodarlarga Vaynerlarni maqtaydimi, yomonlaydimi, umuman farqi yo'q. Shunchaki menga fikr olib kelib beringlar odamlardan deganman. Ular yozib kelgan videolarni, intervyularni ko'rganimda, qaysidir odamlarni, Vaynerlarni yoki saviyali blogerlarni ismini aytib maqtash anti tursin, odamlar ichidan qanaqadir fikr bo'lsa ham aytishga qiynalib ketyapti-da. Ayta olmayapti. Yo'q narsani chiqarishga harakat qilganda bilmayman, men
qiynalyapti, odamlar fikri yo'q. Endi shu 3 marta chiqqandan ozgina fikrlar zo'rg'a u yoqdan bu yoqdan yig'ib chiqarib olganimdan keyin qaysidir saviyali blogerlarni, endi ularning fikricha saviyali blogerlarni nomini aytgandan keyin, techirazamlar, Jamshidxon Ziyoxonovni aytmagan ekan, bularni ham maqtab berishsin, boshqatdan olib kelib demayman-ku. Aytgan bo'lsa-da, men qo'shmaganimda cherry picking siz bo'lardi. Vallohi o'sha yerda agar Kunduzi eng saviyali bloger deb maqtaganda sizni men umuman kesib tashlamasdan qo'shib qo'ygan bo'lardim, umuman muammo yo'q. Aytmagan bo'lsa, men nima aybim bor, subhanalloh. Qani bu yerda cherry picking. Lekin bitta narsani aytaman. Birinchi propaganda ko'rsatuvida men Jamshidxon aka Ziyoxonovni o'zim maqtab chiqarganman. Qatqadir intervyu qildirib, ularning ismlarini qo'shib qo'yish emas, men o'zim ularni maqtab chiqarganman. Nimaga bu etilmadi? Eslardan chiqib qoldi deb o'ylab qo'yaman. Adovatim yo'q. Bular hozir mana o'zlari shunaqa qilyaptilar. Ularning ismlari yomonlanmagan. Prosta ismlar aytilmay qolgan joyga shunaqa katta fokus qilib vahima qilyaptilar-da, men o'zim aytganimni yashiryaptilar, ignor qilyaptilar deb aytmayman. Izdan chiqib qoldi deb shunchalik yaxshi gumon qilib qo'yaman. Lekin namuna sifatida aytaman, agar siz o'sha ko'rgan bo'lsangiz, birinchi propagandani bilgan bo'lsangiz, Jamshidxon akani chiqarganimni, mana shu rost egasim cherry picking bo'lgan bo'lardi. Stozation haqida gapirgim kelmayotgan asosiy sabablardan biri xohlaysizmi, xohlamaysizmi, yoqadimi bu gapim, yoqmaydimi, balki bu gapimdan keyin atpiska qo'yarsiz, balki meni yomon ko'rib qolarsiz, lekin menda shunaqa qo'rquv bor. Men qo'rqoq odamman. Meni fikrimcha, Stozation auditoriyasi prosta tushunmaydi. Prosta sog'lom fikrni tushunishga qiynaladi yoki opozitsion qarshi fikrga qaragisi kelmaydi. Populizm o'zi nima? Populizm bu odamlar eshitishi kerak bo'lgan emas, odamlar eshitishni xohlagan gapni odamlar o'sha eshitishga tayyor bo'lgan formada, shaklda yetkazish. Eng o'sha odamlarga yoqadigan joylarni qo'yib ko'rsatish. Men Stozation auditoriyasini yomonlash niyatim yo'q, shunchaki menda shunaqa qo'rquv borki, menimcha ular tushunmasa kerak bu fikrlarimni deb. O'shaning uchun ham ming bor uzr so'rab bu fikrlarni bildiryapman. Noto'g'ri tushunmanglar, lekin populizm haqida keladi-da, mana shunaqa ishlardan. Populizm. Xo'p, mana bu gapingizda hozir Kunduzi birodar, hurmat bilan aytaman. Bahslarda ishlatiladigan sal qoralanadigan hiylaga o'xshagan narsani bilmasdan, menimchalik, o'zingiz ishlatib qo'yasiz. Bu nima? Misol uchun, sizga qarama-qarshi taraf qabul qilmaydigan haqiqatni siz o'zingizga qabul qilib olib, o'shaning ustiga argumentingizni quryapsiz. Nima degani bu? Siz o'zingizni sog'lom fikr egasi deb aytyapsiz-da, buni isbotlamasdan, fikringizni nimaga sog'lomligini umuman isbotlamasdan, sizni fikrlashingiz, ya'ni argumentlaringiz sog'lom argumentligini isbotlamasdan va meni auditoriyam buni sog'lom fikrni qabul qila olmasligini to'g'ridan-to'g'ri by default shunaqa haqiqat deb qabul qilib, o'shaning ustiga quryapsiz argumentingizni. Ya'ni qo'rqaman, men o'shaning uchun mana shuni aytmasdim. Aytishga qo'rqardim yoki aytmasdim, aytish xohlamayotgandim. Yo'q, unaqa qilinmaydi-da, birodar. Siz birinchi sog'lom fikr qanaqa bo'lishi kerakligini, nimaga siz sog'lom fikr egasiz-u, lekin meni auditoriyam, bizani kuzatadigan birodarlar sog'lom fikrni qabul qila olmasligini isbotlab tushuntirib berishingiz kerak. Bizani auditoriyani kim deb bilasiz? Men bizani auditoriyani musulmon birodarlar deb bilaman. Va ishonchim komilki, siz musulmonlarni ommatan bunaqa sog'lom fikrni qabul qila olmaydigan odam bular deb unaqa ishonmaysiz, unaqa fikrda emassiz, bilaman. Chunki o'zingiz ham musulmon deysiz, boshqa musulmon o'rtoqlaringiz bor. Unda kim meni auditoriyam? Va nimaga ular bunaqa sog'lom fikrlarni qabul qilisha olmaydi? Birodar, sizga qo'pol gapirib yormadim degan umiddaman. Pozitsiyamni tushunarli yo'lda ochiqladim, menimchalik, va sizni agar qo'shilmasangiz gaplarimga, xolis javobingizni albatta eshitishga tayyorman. Yana bitta podkastda propaganda ko'rsatuvini qisqacha muhokama qilishganini yuborishdi, ko'rdim va uni ham qisqacha tahlil qilishga arziydi menimchalik. Marketing. Mana yaxshi narsa. O, keldi. O'zi qachon? Men konsertimni targ'ibot qilib yuribman hamma joyda. Bu ham yaxshi. Mana Stozation YouTube videosi. Va nihoyat, Men og'zingizdan shu ism chiqdi. Men Bravo.
Wow, gaplashamiz. Yo'q, Zo'r tema bolani ochildi. bilaman. Ketdi. Telefonda gaplashib, anaqa qilganmiz, yaxshi bola. Lekin videosi chiqqanda hech qanaqa munosabat bildirmadim. Ha, rostdan ham Teacher Azam bilan gaplashganmiz. Juda ham iliq va yaxshi qisqa suhbat bo'lgan. O'zi men Teacher Azamni hamma narsaga Alloh alam tolerant odam deb hisoblayman. Uncha tolerant odam deb hisoblayman, Alloh alam. Ya'ni odam o'z fikrini nimadan kelib chiqib bunaqa gapiryapti ekan deb o'ylab ko'radigan odam deb bilaman Teacher Azamni. Lekin ikkalamizni dunyo qarashlarimizni Alloh alam fundamental narsalarda, fundamental masalalarda o'ta farq qiladi deb bilaman. Ikkalamiz ham o'zimizni musulmon desak ham davom etamiz. Sizlar adashmasam, men Hamkasb, uni ingliz oldin tili videolarini ustozini. ko'rganman. Shunday. Lekin endi Ismoilga aytaman, endi bizdan yoshroq. Menimcha siz tengmi, sizdan yosh menimcha. Endi bu shunaqa periodda hayotda maksimalizm bo'ladi. Bu yerda absolutizm demoqchi bo'lganlar, menimcha maksimalizm emas. Va nimaga bu yerda yoshni esga oldilar, bilmadim-u. Alloh alam. Men Teacher Azamni shunaqa taniymanki, bu odam aql yoshda emas, boshda degan fikrni chempionlardan bittasi deb bilaman. Alloh alam. Lekin bu yerda nimaga yoshi esga oldilar bilmadim va hayotdagi shunaqa period deyaptilar-ku. Xuddiki men hozir fikrlashim, hozir men to'g'ri deb o'ylagan narsalarim keyinchalik to'g'ri bo'lib qolmaydi, to'g'ri emas deb o'ylab qolaman. Stadiya bo'ladi-ku, o'sayotganingizda. Yoshligimda shunaqa xayollarda bo'lib yurgan ekanman, mana shu narsalarga ishonib yurgan ekanman, deydigan hozir shunaqa yoshda bu bola demoqchilarman, vallohu alam. Lekin yo'q, men bu fikrlarga hurmat bilan, with all due respect deydi-ku, hurmat bilan qo'shilmayman. Bu fikrlarim o'zi aytganimdek, o'zim fikrlarim emas, hozir buni aytib o'taman inshaalloh sizlarga. O'z g'oyasi mana eng to'g'ri mashku deb chiqiladi, tushunaman. Ha, mana shu absolutizm, maksimalizm emas. Albatta, islomiy g'oya tomondan chiqilyapti. U ham tushunarli, muammosiz. Lekin Ismoil absolutga olib chiqyapti-da. Ya'ni absolutga degan mana shu oppoq qolgan hammasi qop-qora deyilyapti. Menimcha bu Iroqmi shunda? Yo'q. Hop. Ha, o'zi eng katta muammo shunda-da. Ya'ni mana meni aytayaptilar hozir, mana shu to'g'ri, qolgan hammasi noto'g'ri bo'ladi deb aytayaptilar. Men tan olaman, shunaqa deb o'ylayman. To'ppa-to'g'ri. Agar bu meni absolutist deb anglatsa, okey, men absolutistman unda. Agar bu narsa absolutizm bo'lsa, so be it. Hop, bo'lsin. Nimaga men unaqa deb o'ylayman? Chunki Alloh subhanahu va taolo aytib qo'yibdi. Inna dina indallohil islam. Alloh faqat islom dinini o'z nazarda qabul qiladi. Boshqa din qabul qilinmaydi. Agar men faqat islom to'g'ri, qolganini hammasini noto'g'ri desam, faqat islom to'g'ri, boshqa hammasi Alloh qabul qilmaydi bu narsalarni deb aytsam, men absolutist bo'lamanmi? Okey. Hop, absolutistman. Lekin meni pozitsiyam to'g'rimi, noto'g'rimi? Mana shuni hal qilaylik. Shuni hal qilaylik. Musulmon sifatida men aytamanki, to'g'ri, faqat islom to'g'ri deb bilaman, boshqa yo'llarni, boshqa yo'nalishlarni, boshqa hayot tarzlarini men to'g'ri deb bilmayman. Qanaqa qilib men aytishim mumkin? Ha, to'g'ri, islom yaxshi, islom to'g'ri din. Men bilan ham, lekin bo'ladi, endi bular ham yomon emas, endi mana yaxshi, endi Allohga hammamiz o'zimizning yo'limiz bilan boramiz-da. Masalan, hamma o'zi yo'li bor, hammasi bitta yo'lga, bitta joyga olib boradi. Qanaqa qilib men unaqa aytishim mumkin, musulmon bo'lib turib, to'g'risi? Qanaqa men bunaqa narsaga ishonishim mumkin? Musulmon faqatgina bitta dinni qabul qiladi-ku. Bo'ldi, boshqa narsani xristianlar ham, yahudiylar ham, hindular ham, misol uchun, hinduizmga ishongan odam misol uchun islomni ham to'g'ri demaydi-ku. Ular ham absolutizmga beriladi unda. Xristianlar ham xuddi shuni, ateistlar ham ateizmni to'g'ri deydi, qolgan narsalarni tark qiladi. Unda hamma bunaqa qarasa absolutist. Bitta haq bor deb ishongan odamni hammasi absolutist bo'ladi bunaqa qarasa unda. Unaqa emasmi? Yana dinni aralashtirib bu yoqqa nima qilasan degan savol xayolingizda chiqib kelayotgan bo'lsa, iltimos mana shu gapimga quloq soling. Siz din degan so'zni tushunmas ekansiz. Din faqatgina 5 mahal namoz o'qish,
soqol, ro'mol, juma bilan tabriklab qo'yish emas din faqat. Din bu butun hayotni qamrab oladigan yashash yo'li. Har bitta qaroringiz, har bitta ishonchingiz hammasiga dinni achkisi bilan qarashingiz kerak. Musulmon odam shunaqa bo'lmaydimi? Allohga iymon keltirganmisiz? Bo'ldi. Alloh meni Robbim, uni belgilab qo'ygan qoidalari to'g'ri, unga qarama-qarshi chiqqan narsa noto'g'ri deb ishonish. Bu eng fundamental islomni aqidasi emasmi? Men hozir Amerikani ochayotganim yo'q-da, to'g'risi. Bu narsani siz absolutizm deysizmi, populizm deysizmi, propaganda deysizmi, yo boshqa narsa deysiz, maksimal menga farqi yo'q. Mana shunisi to'g'ri bo'lsa, qanaqa nom bersanglar ham bu narsaga shu haq bo'laveradi-da. Endi Iroq. Nimaga bu yerda bu suhbatda hozir mana shu islom deyilganda nimaga bu yerda Iroq esga olindi? Mana shu menimchalik bizani eng katta achinishimiz kerak bo'lgan, o'zimizga o'zimiz achinishimiz kerak bo'lgan holatlarimizdan biri. Hozir siz chiqib dindan eng bazaviy, eng fundamental, hech qanaqa ixtilof bo'lmagan, hamma ulamolar ittifoq bo'lgan, hamma biladigan bundoq qarasa narsani gapirsangiz va bu narsa ommani shuncha paytdan beri ishonib kelgan yoki qilib kelgan ishiga qarama-qarshi bo'lib qolsa, siz radikalsiz. Siz dinda chuqur ketib qolgansiz. Siz regressiv, dogmatik, fanatik odam bo'lib qolibsiz. Xullas siz qoloq, g'orga kirib yashaydigan va ichida har doim qanaqadir yovuz narsani rejalashtirib yuradigan bir kimsasiz. O'zini musulmon degan odamlar sizni shunaqa atashadi. Eng achinarlisi shu. Maylinekan siz qanaqadir fiqhiy ixtilof bo'lgan narsani yoki ulamolar bahs qilayotgan qaysidir mavzuni ko'tarib chiqsangiz-da, nimadir desa bo'ladi. Yo'q. Siz butun ummat ijmo qilgan qanaqadir gap aytsangiz, hech kim ixtilof qilmagan bu narsada. Shuni aytsangiz, baribir ham sizni unaqa ekan, bunaqa ekan deb umuman eshitishmaydi, gapingizni qabul qilishmaydi. Nimaga? Chunki nafsiga yoqmaydigan gap aytasiz. Men birodarlar, shunchaki o'zini musulmon deb atagan odamlarga musulmon bo'linglar deb aytayapman. Men yana qaytaraman, propaganda ko'rsatuvlarida bitta ham ulamolar ixtilof qilgan masalani topa olmaysiz. Hammasi eng fundamental masalalar. Hammasi eng bazaviy. Hamma ittifoq bo'lgan gaplar. O'tda fiqhiy ixtiloflar, boshqa narsalar yo'q. Hammasi musulmonlar hammasi shunaqa deydigan narsalar. Lekin amalda yo'q. Xohlagan ahli ilmizga borib so'rang, qizlar bilan gaplashib yurish yoki qizlarning yigiti bo'lishini nima derkin? Yoki ichib chakib yurishi, ommaga qayta ko'rsatib yurishi nima derkin? Yoki zino mavzusida hazilona Vine videolar olishi nima derkin? Yoki musiqasida fohishalik, LGBT, zinoni ko'rsatib hazilona qilib chiqqan klipda yuzini ko'rsatib chiqib berib targ'ib qilish, o'shani ommaga tarqatishga yordam berish, mashhurligi bilan o'sha klipni tarqalishiga hissa qo'shishi nima derkin? Xohlagan ahli ilmingiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, nimaga Iroq yoki nimaga Afg'oniston deyshadi, Eron deyshadi? Nima bu davlatlar islomning vakilimi? Nimaga aynan shu davlatlarni misol qilib keltirasizlar? Unchalik rivojlanmagan bo'lgani uchunmi? Nimaga Dubay emas yoki Qatar emas? O'zingizlar orzu qilasizlar-ku, o'sha yerlarga borib dam olishlarni, o'sha joylar rivojlanib ketganiga havas qilasizlar-ku. Nimaga o'sha joylarni aytmaysizlar? O'zi ular ham islomning eng zo'r namunasi emas, shunchaki rivojlangan nuqtai nazardan kelib chiqib aytayapman-da. O'zi eng pastkash cherry picking emasmi? Nimaga eng rivojlanmagan davlatlarni zikr qilasizlar-da? Xuddiki o'tda aksar xalq musulmon bo'lgani uchun ular rivojlanmagan, ular qoloq bo'lib qolishdi. O'sha yerda urush bo'layotibdi o'shaning uchun. O'zi shu Afg'oniston yoki Iroq nimaga rivojlanishmadi, bilasizmi? Endi o'tda islomni shunaqa qilishdi-da, yo'q, u yoqqa Amerika kirib bordi. Buni men aytayotganim yo'q. Amerikaning prezidenti aytayapti, eshiting. Albatta, Iroqdagi urush katta va ochiq xato edi. Buni xohlaganingizcha qabul qiling. Lekin esingizda bo'lsa, Jeb Bush prezidentlikka nomzodini e'lon qilgan paytida unga bu gapni aytish uchun 5 kun kerak bo'lgan. Gapni aytib, keyin qaytarib olib, bu xato edi, bu xato emas edi. 5 kundan keyin odamlar unga nima deyish kerakligini aytishganidan so'ng bu xato bo'lganini tan oldi. Iroqdagi urushga biz 2 trillion dollar sarfladik. Minglab insonlar halok bo'ldi. Endi u bizda yo'q. Eron Iroqni egallab olyapti. Dunyodagi ikkinchi eng katta neft zaxirasiga ega
davlatni. Aniqki bu xato edi. Demak, Jorj Bush xato qilgan. Biz ham xato qilishimiz mumkin, lekin bu chinakam go'zal xato bo'ldi. Biz Iroqqa hech qachon kirmasligimiz kerak edi. Biz Yaqin Sharqni tinchligini buzdik. Men shuni aytmoqchiman. Ular yolg'on gapirishdi. Ular Iroqda ommaviy qirg'in qurollari bor deyishdi. Lekin u yerda hech qanday qurol yo'q edi. Ular o'zlari ham buni bilishardi. Iroqda hech qanday ommaviy qirg'in qurollari yo'q edi. Umumiy qilib aytganda, musulmon odamlar shunaqa gaplarni ko'tarib yurishi menimchalik o'zini o'zi tanimaslik, sharmandalik va o'zini dinini ustidan kulish. Allohu a'lam. Rostakasim dinni tushungan odamdan faqatgina rivojlanish, isloh, yomonlikdan qaytarish va yaxshilikka chaqirish, ilm, chiroyli xulq ko'rasiz. Bizani bu Ustozation proyektini yurgizishdan asosiy maqsad shu narsani ko'rsatish. Dinni yig'ishtirib qo'ymagan holda 5 mahal namoz o'qib, zikrlarni qilib, haromdan tiyilib, majburiyatlarni bajarib, rostakasi musulmon bo'lib, dunyoda ham katta yutuqlarga erishsa bo'ladi. Ota-onasini rozi qiladigan farzand bo'lsa bo'ladi. Ayolni rozi qiladigan erni rozi qiladigan ayol, farzandlariga namuna bo'ladigan ota-ona bo'la oladi. Jamiyatga foyda keltiradigan, rivojlanishiga hissa qo'shadigan odam bo'la oladi musulmon. Bo'la oladi emas, bo'lishi shart o'zi. Mana shu narsani ko'rsatib berish, mana shu narsani, mana shu g'oyani yetkazib berish bizning proyektimizning maqsadi. Musulmon odamni jamiyatda bori bilan yo'g'ini farqi bo'lmaydigan bo'lib o'tib ketish kerak emas. Musulmon odam jamiyatga ijobiy farq, ijobiy o'zgarish olib keladigan odam bo'ladi. Xullas bu Iroqmi degan komment odamning saviyasini ko'rsatib qo'yadi, to'g'risi. Davom etamiz. Ismoil, Menimcha bu Iroqmi shunda? yo'q. Shunaqa deb chiqqanda Ismoil, Ismoilni pozitsiyalarini bir xil joylarini tushunaman. Lekin yo'l qo'ygan mantiqiy xatoni ham etishdi. Kimdir yuzaga yetdimi, etolmadimi bilmayman. Bu o'zi meni fikrim emas, lekin men qo'shilaman shu fikrga. Ya'ni u mana shu hammasi qilinayotganlari propaganda, kimdir moliyalashtiryaptimi dedi yoki moliyalashtirmayaptimi? Yo'q, o'zi umuman bu hammasi propaganda, bizani buzishmoqchi dedi-da. O'sha poyga propaganda. Fikrni g'oyani singdirishyapti deb. Lekin butun mana shu qaranglar propaganda degan videosini o'zi propaganda edi-ku. degan qaranglar propaganda degan videosini o'zi propaganda edi-ku demoqchi. Degan asosiy argument radikalizm va propagandasi. O'zini O'sha gap boya aytdim, bu o'zi propaganda qilyapti-ku degan, endi bu fikrmi, argument emas bu. Bunga javob berdim boya. Bu fikrga Teacher Azam qo'shilaman deb aytdilar. O'shaning uchun endi Alloh alam o'sha gapim. Ya'ni bu fikr bu argument emas, ya'ni. Propaganda ko'rsatuviga bu qarshi fikr hisoblanmaydi, chunki o'tdagi isbotli dalillar hammasi turibdi, hali ham ularga umuman murojaat qilinmadi va bu aytganimdek whataboutism. Ya'ni asosiy mavzu qolib ketib, buchi mamlaqaku lekin mamlaqaku degan bahsni bitta maqtalmaydigan taktikasi. Teacher Azam shunaqa qilyaptilarmi? Ya'ni shunaqa bahsni taktikasidan taktikasidan foydalanyaptilarmi? Yo'q, men yaxshi gumon qilaman, unaqa qilmayaptilar. Bilmasdan, mana shu agar rostdan ham bahs qilib argument qilmoqchi bo'lganlarida, bu tayinli gap aytgan bo'lardilar menimchalik, Alloh alam. Chunki baribir Teacher Azamni Kunduzini hozir radikalizm propagandasi degan bo'lsalar ham ichligisida, ya'ni haqni qidirishga nima bor deb bilaman, ya'ni ularni xolisligisi bor, inshaalloh. Ya'ni shunaqa deb bilaman ularni. Mana yovuz odamlar bunaqa deyapti, mana radikal deyishyapti, radikalizm propaganda qilyapti meni. O'zi propagandist bu, bunaqa deyishyapti deb ularga tosh otgim, mana qilgim kelmayapti. Nimagaligini hozir aytaman inshaalloh. Mana Kunduzi meni radikalizm propagandasini qilyapti deyaptilar, lekin ozgina keyinroq chiqargan videolarda men fikr bildirmadim deb aytdilar. Balkim mana shu gaplari eslaridan chiqib qolgandir. Endi men hozir ulardan ham o'zlarining standartlari bo'yicha talab qilishga haqqim bor. Qani keltirib bering, qayerda radikalizm propaganda qilman. Radikalizm o'zi nimaligini bilasizmi? deb talab qilishga haqqim bor. Lekin ortiqcha gap menimchalik bu. Men o'zim bilaman, hech qanaqa radikalizm propaganda qilmaganman va bu narsani ular radikalizm deb bilishligisi islomdagi eng fundamental narsani. Hech kim xilof qilmaydigan narsani, hamma ittifoq qilgan narsani radikalizm deb bilishligisi men emas, ular haqligisida ko'proq narsa aytayapti deb bilaman, Alloh alam. Yana qaytaraman,
ularga tosh otish niyatim yo'q. Shunchaki hammaga bu narsa nimani anglatishini ko'rsatib qo'yishni xohlayman. Men haqimda ham. Va shunaqa gapni aytganda odamlar o'zi orqada qanaqa g'oya, qanaqa fikrlashdan kelib chiqishayotganini. Hozir nimaga ularni baribir xolis odam deb tushunayotganim va ularga nimaga tosh otgim kelmayotganligisini aytaman inshaalloh. Radikalizmga boshqa dinman, chunki o'zi propaganda deb. Lekin butun mana shu Shunaqa. radikalizmga boshqa dinman, chunki bitta sirrochim ko'rmaganman. Ha. Yo, men ko'rdim, videosini men ko'rdim. Aytmoqchi bo'lganim, ha, albatta. Islom, shariat bu yo'q narsa emas, bu bor narsa. Ko'plab odamlar shu islom dinida, O'zbekistonda juda ham ko'p aholisi, men o'zim musulmonman, lekin bir narsani aytaman, bu biz aynan mashradan voz kechib shariat bo'yicha yashashimiz kerakmi o'zi degan savol, u savolga javobini U bola bermasligi kerak. u bola hali beradigan darajada emas demoqchiman. Ya'ni Ismoil hali ko'p narsani ko'rmagan, boshqa taraflarini bilmasa kerak deb o'ylayapman-da. Maksimalizm bor unda. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana men adam bilan ham gaplashganda, Xo'p, shu yerda to'xtab turamiz inshaalloh. Men aytmasligim kerak bu narsani. Menga emas bu narsa. Xo'p. Kimga unda? Sizlar kim aytsa ishonasizlar. Quloq solasizlar, ergashasizlar. Masalan, bilmadim, Alloh aytsa-chi. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan. Ey iymon keltirganlar, islomni to'laqonli qabul qilinglar. Ya'ni bittasini o'ziga to'g'ri kelganini, yoqqanini qabul qilib, yoqmaganini endi bu sal hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydigan yoki sal noto'g'ri olganda buni sal ignor qilib turib, bu haqida gaplashmay tursak bo'ladi deb bo'lmaydi. Islomni to'laqonli qabul qilish kerak. Yoki boshqa joyda Alloh aytgan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ey iymon keltirganlar, nimaga qilmaydigan ishlarni gapirasizlar? Yoki boshqacha qilib aytganda, nimaga gapirayotgan gapinglar qilayotgan ishlarga to'g'ri kelmaydi? Xohlagan ahli ilmingizdan borib so'rang, ixtilof yo'q bu narsalarda. O'zi hozir aytgan gapingizni, ya'ni hozir bizga shariat kerakmikan degan gapingizni hukmini xohlagan ilmi bor odamdan so'rab ko'ring azam aka. Men sizlarga qanaqadir adovatim bo'lgani uchun yoki ko'ra olmasdan, ko'ra olmayman shularni degan uchun emas. Men sizlarni rostdan xolis odamlar deb taniganim uchun aytayapman. Kunduzi ham, Teacher Azam ham o'zinglarni musulmon deb aytganingiz uchun men sizlarga va o'zimga shu borada eslatma qilish meni majburiyatim. Iltimos, agar islomga qanaqadir shubhalar bo'lsa yoki ikkilanishlar bo'lsa, qaysidir ahli ilm oldiga borib, bu shubhalarni ketkizinglar. Men shunaqa haqq topdim. Endi sizlarga endi shunaqa aql o'rgatyapman, men ilmliman, sizlardan ustunman o'shaning uchun deyish niyatim menda yo'q. Vallohi unaqa niyatim yo'q. Umuman sizlarga xolis aytyapmanki, sizlar o'zingizlar iymon keltirgan qiyomat kunida har bitta gapirgan gapinglar, har bitta chiqargan videolar uchun savol javob borligini eslatyapman xolos. Sizlarga har bitta ergashgan odam uchun ham javob berishinglarni eslatyapman. Yana qaytaraman, sizlar o'zingizlarni musulmon deganingiz uchun sizlarni musulmon birodarlarim deb sizlarga eslatma qo'yaman xolos va o'zimga ham. Sizlar saviyali kontent egasi sifatida tanilganingiz uchun sizlarni vannerlardan kattaroq mas'uliyatingiz bor. Vannerlar qanaqadir qiliqlar, fahsh hazillar qilib, o'zini sharmanda qilib yurgani uchun odamlar ularni kuzatsa, sizlarni odamlar fikringiz uchun kuzatadi. Sizlarni fikringlarni oladi. Bu hammamizga tegishli. Sizga ham, menga ham, kuzatuvchiga ham. Xullas o'rtoqlar, menimchalik men fikrimni yetarlicha yetkazdim. Meni to'g'ri tushundinglar degan umiddaman. Hammanglarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum.